Video darsimiz uzunlashib ketyapti. Boshidan boshlab ko'rsanglar, ketma-ketlikda hammasiga tushunasizlar. Tushunmagan joylaringlarni kommentariyada yozinglar. Telegram kanalimizda ham jonli efirlarda bepul darsliklar berib boramiz. Xo'p, mana bizada bu profilimizdan 100 ta bonus berdi. Endi sizda proyektni bosamiz. Video po описаниеdan video po kadramga o'tkazib, o'zimizni obrazimizni kiritib olamiz. Siz gorizontal ishlamoqchimisiz yoki vertikal? Rasm kiritgandan keyin buni tanlab olamiz. Endi kerakli promptni yuboramiz. Rasm tanlandi, prompt yuborilyapti. Mana bizada videomiz tayyorlanyapti. 40% bo'ldi. 100% ga yetganda videomiz to'liq tayyor holatga keladi. Videomiz tayyor, ko'rishingiz mumkin. Kommentariyada fikrlaringizni kutaman. ...2026-yil boshida bitta qaror qabul qil. O'zing uchun, kelajaging uchun. Ayolning kuchi men bilimida. Bugun maqsad 2026-yil boshida bitta qaror qabul. Videomizda ozgina xatolik ketdi. Bu joyda 8 sekundga moslab bermadi. Shuning sababidan gaplari ko'payib ketgani uchun ozgina chalkashlik bo'ldi. Biz buni tuzatamiz. Ya'ni gap dialogni ikkiga bo'lamiz. Yana qayta password. Bilimda. Promptimizni to'g'rilab oldik. Endi yana qayta yuboramiz. Videoda gaplar soni ko'payib ketgani uchun ozgina chalkashlik bo'ldi. Hozir yana bitta videoni ko'rib chiqamiz. Kommentariyada fikrlaringizni kutaman. Bitta qaror qabul qil. O'zing uchun, kelajaging uchun. Ayolning kuchi men bilimida. Bugun maqsad 2026-yil boshida bitta qaror qabul. Videomiz shu ozgina chala bo'lib qoldi. Xo'p, keyingi promptlarda to'g'rilash kiritdik. Endi ko'rib chiqamiz. 2026-yil boshida bitta qaror qabul qil. O'zing uchun, kelajaging uchun. Ayolning kuchi men bilimida. 2026-yil boshida bitta qaror qabul qil. O'zing uchun, kelajaging uchun. Ayolning kuchi men bilimida. 2026-yil boshida bitta qaror qabul qil. O'zing uchun, kelajaging uchun. Ayolning kuchi men bilimida. 2026-yil Xo'p, keyingi ishlangan videomiz endi 53% da, 55% da, 100% bo'lishini kutamiz.